Diqqat, Farg'ona davlat texnika universitetidan gapiramiz. Bugun mazkur oliygohda talabalar kibersport musobaqasining ochilish marosimi hamda dastlabki viloyat bosqichiga start berish tadbirlari o'tkazilyapti. Yozning haroratli kunlari mamlakat yoshlarini, kibersport ixlosmandlarini Farg'onaga chorlamoqda. Gap shundaki, O'zbekiston Gavhara tez kunlarda mamlakat miqyosidagi nufuzli musobaqaga mezbonlik qiladi. Ayni kunlarda esa talabalar kibersport o'yinlari Farg'ona 2025 Respublika musobaqasining hududiy bosqichi bo'lib o'tmoqda. Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi hamda Farg'ona viloyati hokimligi bilan hamkorlikda o'tkazilayotgan turnirning hududiy bosqichi Farg'ona davlat texnika universitetida bo'lib o'tdi. Ushbu musobaqalarni o'tkazishdan asosiy maqsad talaba yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli va maroqli tashkil etish hamda talaba yoshlar o'rtasida jamoaviy ishlash ko'nikmalarini oshirishdan iborat. Kibersport bu raqamli platformalarda o'ynaladigan va professional darajadagi tashkillashtiriladigan raqobatli video o'yinlar turidir. U nafaqat texnologik savodxonlikni, balki strategiya, jamoada ishlash va tezkor qaror qabul qilish ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. Farg'ona viloyatining 8 ta oliy ta'lim muassasalaridan 130 nafardan ortiq talabalar 4 xil turdagi virtual o'yinlar bo'yicha hududiy bosqich musobaqalarida bellashdilar. Bir narsani alohida ta'kidlash joiz. Muhtaram prezidentimizning qarorlari asosida Qo'qonda 3 ta oliy ta'lim birlashib, hozir juda ham kuchli jamoa bilan keldik va bugun asosiy kuchimiz, men o'ylayman, Dota va Counter Strike'da talabalarimiz yetarli iqtidorga ega. Raqamli asr avlodlari, ular bugun texnologik tendensiyalarni peshqadamlari. Ana shunday yoshlar safini kengaytirishga xizmat qiluvchi musobaqaning hududiy bosqichida Dota 2 va CS2 yo'nalishlari bo'yicha birinchi o'rinlar Farg'ona davlat texnika universiteti talabalariga nasib etgan bo'lsa, FC25 yo'nalishi bo'yicha birinchi o'rinni Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti jamoasi qo'lga kiritdi. Just Dance yo'nalishi bo'yicha birinchi o'ringa Farg'ona shahridagi Koreya xalqaro universiteti yoshlari sazovor bo'lishdi. Just Dance turi bu sportning bir turi hisoblanadi. Unda faqat tananing hamma a'zolari hammasi harakatda bo'ladi. Bu bizga kun davomida pozitiv energiyada yurishga yordam beradi. Men o'zim ham universitetimizda bo'lib o'tgan bosqichda g'olib bo'ldim. Yana ham tetik his qilyapman o'zimni. Keyingi bosqichlarda ham g'olib bo'lish niyatim bor. Eslatib o'tamiz, g'olib bo'lgan jamoalar 2025-yilning 23-25 iyun kunlari bo'lib o'tadigan talabalar kibersport o'yinlari Farg'ona 2025 Respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritishdi. Shu kunlari respublikaning barcha hududlaridan saralab olingan 16 ta jamoalar Farg'ona shahrida uchrashadilar va o'zaro bellashadilar. G'oliblar Eko shahar hududidagi amfiteatrda bo'lib o'tadigan musobaqaning tantanali yopilish marosimida tashkilotchilar tomonidan 4 milliondan 60 million so'mgacha bo'lgan pul mukofotlari bilan taqdirlanishadi.